Hurmatli ustozlar, navbatdagi mashg'ulotimiz siz uchun qiziqarli hamda foydali bo'ladi. Tasavvur qiling, tog'li hududda qor erimasdan asta-sekin kamayib boradi. Naftalin shkafda turib kichrayib qoladi. Quruq muz esa suvga aylanmasdan tutun chiqarib yo'q bo'lib ketadi. Bu sirli hodisani nomi nima deb o'ylaysiz? Albatta bu sublimatsiya. Demak, bugungi mashg'ulotimiz sublimatsiya mavzusi asosida bo'ladi. Sublimatsiya jarayoni deganda qattiq moddalarning gaz holatiga o'tishi, ya'ni bu yerda moddalar suyuq holatga o'tmasdan to'g'ridan-to'g'ri gaz holatiga o'tishi bu sublimatlanish jarayoni deyiladi. Sublimatlanish jarayoniga misol qilgan holatda yod, naftalin, quruq muz, kamfora va ammoniy xlorid tuzini misol qilish mumkin. Yod, naftalin, quruq muz va kamforalar ular sublimatsiya jarayonida fizik xossalarga misol bo'la oladi. Ammoniy xloridning parchalanishi kimyoviy jarayon bo'lishiga qaramay sublimatlanish jarayoniga ishtirok etadi. Tajribada yodning sublimatlanish hodisasini kuzatamiz. Tajriba davomida desublimatsiya jarayonini ham kuzatishingiz mumkin. Kolba ostida yod kristallari yig'ildi. Bunday kichik tajribalarni bajarish o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshiradi. Bunday tajribalarni bajarib, o'quvchilarning sevimli ustoziga aylaning.